Zulayho, Ho'labbek. bitta qayqay yetdi ber. Boring, yana boshladingizmi? Hazillashdim. Bugun to'yimiz bo'lgan kun bo'lganligi uchun men bu kitobni senga oldim. Va, rahmat kattakon. Esingizdan chiqarmabsiz deyman, esingizdan chiqaribsiz deb rosa xafa bo'ldim. Yo'q, nima esimdan chiqaraman? Bilaman, bu arzimaydigan sovg'a, lekin kechqurun sen bilan ikkalamiz restoranga boramiz deb mazza qilib ovqatlanib kelamiz, xo'pmi? Keling, undan ko'ra ikkalamiz kechqurun stol bezatib mazza qilib o'tiramiz. Ham arzonroq tushardi, ham bemalol o'tirardik. Ha, bo'pti, xo'p. Rahmat kattakon. Hadi siz bilan keting. Oyingni ko'rgan yana shu kiyimingda chiqdingmi? O'zi o'tgan safar ham xuddi shu kiyimda borgan eding. Nima qilibdi? Yomonmi kim? Anchadan beri ko'chaga mana shu kiyimingda chiqyapsan. O'zingdan bilib bir yangi kiyim ham olib bering demaysan menga. Hozir oyingni ko'rgani boramiz-da, qaytayotganda do'kondan 2-3 ta kiyim olib beraman senga, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, rahmat. Yur. Nima bo'ldi uchrashuv? Ya, bo'lmaydi u qiz o'rtoq. Baxirga uy so'rayapti. Uni ustiga mashina olib berishim kerak ekan. Keyin nimamiş, har yili sayohatga olib chiqib kelar ekanman. Yo, mayli, so'ramasinmi, so'rasin, uni haqqi. Lekin shunga arzigan qiz bo'lish kerak, o'rtoq. O'zi otasi sifat yursa, onasiga qibilmagan sharoitni mendan talab qilyapti. Ko'rpasiga qarab oyoq uzatsa bo'lardi shular ham. Sinam, sen bunaqa noshukrlik qilib kuyov bolani qiynamagin. Eringni olib kelganiga shukr qil, yo'g'iga sabr qil. Oyimning gaplari esingdan chiqdimi? Har doim qanoatli bo'linglar qizlarim derdilar. Erkaklarimizning barakasi ko'proq biz ayollarga ham bog'liq. Sherzod degan to'g'ri aytgan ekanlar. Bo'lajak turmush o'rtog'ingdan qancha mahr berishni so'radingmi? Oxirgacha ko'p narsa so'ramayman, sharoitingizga qarab beravering dedi. Qancha so'radi? $300. O'zi bu ham kerak emas, endi mahr nikohi shartlaridan bo'lgani uchun so'rayman dedi. Bunda ukam shuni qo'ldan chiqarma bos. Chunki ayolning barakalisi kam mahr so'raganidir deyilgan. Yana bitta rivoyatda ayolning barakalisi talabi ozrog'idir deyilgan. Uchun ukam mashq qizni ushlab qo'ygan. Rostdan ham ayolning barokatlisi mahri ozrog'i, talabi ozrog'i ekan.